Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan sahifa raqamini qanday qo'shishlik mumkinligi haqida gaplashib o'tamiz. Bu funksiya hujjatdagi sahifalarni avtomatik ravishda raqam qo'shish, bu esa hujjatni o'qish va tartibga solish uchun juda foydali hisoblanadi. Bosqichma-bosqich yo'l yo'riq ko'rsatadigan bo'lsam, keling sizga o'tgan darsdek sizga kerakli bo'lgan oynani ochib ko'rsataman. Xo'p, bu yoqdan e'tibor bersangiz, mana sizda Word dasturini ochganingizdan so'ng sizda quyidagicha menu ochiladi, quyidagicha oyna ochiladi. Siz bu yoqdan insert menyusini tanlaysiz. Mana bu yoqda e'tibor bersangiz insert menyusidan mana bu yoqda ko'rsangiz yangi hop page qo'shishlikni ko'rsatadi. Bu yoqda yangi page qo'shishlikni ko'rsatadi. Siz shu yoqdan o'zingizga kerakli bo'lgan pagega raqam qo'shishlikni ko'rsatishingiz mumkin. Xo'p, bu yoqda sizga tanlov beradi. Xohlasangiz siz pageni raqamini headerga, xohlasangiz footerga, istalgan joyga qo'shishingiz mumkin. E'tibor bersangiz, bu yoqda page buttoni bor, page number buttoni bor. Buni bosasiz. Bosganingizdan keyin sizga page numberni qayerga qo'yib berishlik haqida so'raydi. Siz bu yoqdan xohlasangiz bosh qismga, ya'ni yuqori qismga, xohlasangiz footer pastki qismga qo'yishligingiz mumkin bo'ladi. Shu orqali biz Word dasturidagi hujjatlarimizda har bir sahifani alohida har bir oynani raqamini shunday tarzda qo'shib chiqishligimiz mumkin bo'ladi.